Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 28 aprel 30 davlatdagi 104 muxbirning hamkorligida Xitoy bexatarlik apparatlarının xakerlik hujumidan tortib chet ellardagi Uyg'ur va Tibetlarni qo'rqitishi, vatandagi va chet eldagi oilasiga besim qilib qo'rqitishi, majburiy qaytarish haqida tafsiliy ma'lumot berilgan, Beijingning qanday qilib o'qituvchilarni qo'rqitadiganligi tafsiliy yo'ritilgan cho'ng hajmli maqolalar bir vaqtda 43 o'xshamagan matbuotlarda e'lon qilingan. Bu maqolani mazkur axborot vositalari Xalqaro tahqiqlovchi muxbirlar birlashmasi bilan birlikda Xitoyning tahdidiga uchragan 20 dan ortiq davlatdan 100 dan ortiq kishining tahdidga uchrash voqealigini tekshirib chiqqandan keyin e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning chet eldagi o'ziga qarshi bo'lgan obzorchi va faoliyatchilarni o'lim tahdidi, majburlash va tor hujum bilan nishonlaganligini, faqat Germaniyada bundaq voqeadan 10 nechtasi yuz berganligini, buning aniqla Xitoyning muhojirat qo'rqinch paydo qilishni maqsad qilganligini ta'kidlagan. Bu haqda ommaviy tashkilot erkinlik uyining tahlilida ko'rsatilishicha, davlat halqigan bostirish delolarining 5 dan biri Xitoydan kelgan. Maqolada Xitoyning Germaniyada yashaydigan Uyg'ur, Tibet va demokratiya faoliyatchilarini parokanda qilmoqda deb aytilib, Germaniya doiralari o'lim tahdidi, tor hujumi va majburlashdan xabardor bo'lgan ahvol ostidami ziyonkashlik uchirg'ichlarni qo'g'dashning yetarlik emasligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur matbuotlardan biri bo'lgan Der Spiegel jurnalida Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Zumrat Erkin va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Sunini ziyorat qilgan bo'lib, Zumrat Erkin Dunyo Uyg'ur qurultiyining 8-navbatlik umum vakillar qurultiyi mezgilida Xitoyning Sarayevoda yig'in maydoniga kelib rasmga tortib parokanda qilganligi, yig'in jarayonida nomsiz el-xatlar va telefon topshirib olganligini, nomsiz el-xatda Daesh siyoqidagi kishilarning ochiqdan ochiq qurultayni tahdid qilganligi va el-xatda har xil ig'ir tipdagi qurol yarog'larning rasmlarini avatib qo'rqitishga uringanligini, qurultayning ba'zi vakillari ochiq-oshkor tahdidga uchirganligi sababli yig'inga kelmaganligini va buning Xitoy hukumatining Bosniyada chaqirilgan qurultayga qo'rqoq silish orqali to'sishni maqsad qilganligini o'ttirib qo'ygan. Zumrat Erkin yana oilasidan 30 dan ortiq tuqqanining tutqun ekanligini o'ttirib qo'yib, navbatdagi Uyg'urlarning vaziyati Sharq Turkiston xalqiga kelayotgan bu fojiali qismatlarning yolg'iz o'ziga emas, balki Uyg'ur xalqini asos qilib Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va etnik tozalash elib berilayotganligini alayda ta'kidlagan. Uningdan sirt yana bularning yana bir qiziqqan nusxasi mushu Xitoy hukumatining BDT va xalqarodagi organlarda qandaq mushu faoliyatchilarni tahdid qilayotganligi va mushunda xalqaro organlardan foydalanib o'zining chegaraligini bostirish siyosatini olib berayotganligi to'g'risida bular uzun ziyorat qilgan va bu ziyoratni men bularga bek aniq dedim. Bu Uyg'ur, Tibet, Uyg'ur bo'lsin, Hong Kong faoliyatchilarining hammasi bir necha yilning ichida mushu BDTdek organlarga burunga qaragan chaqda az bardiganligini ifodaladim va o'zimning yashagan bir qancha ishlarni ularga tafsiliy tushuntirgan buldum. Onun içinde şu Xitay hükümetinin, Xitay elçixanının diplomatları bizdeki faoliyatçilarning oqiga kirganligi mush BDTning ichida bo'layotganligi va uningdan sirt yana bir qancha maxfiy yig'inlarni o'rinlashtirgan vaqtda, masalan, mushu oldingi yili BDTning kishilik huquq oliy komissariyasi bilan ko'rishgan vaqtimizda mushu yig'inga ba'zi Xitoy hukumatining mushu yag'an tashkilotlarining mushu yig'inga taklif qilingan bo'lsa-mu, bular mushu yig'inning borligini bilib qolganligi va mushu yig'in kirganligini tatib isbotlab buni degan edik va buni mushu maqolaga kirgizibdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Sununmo bu jurnalga 2025-yili atiyazda Ramazon Muborak bilan boshlangan elektronli xatni topshirib olganligini, ammo uning bir virus ekanligini, tekshirganda buning virusxo'r programmalarini aylanib o'tib, bexatarlik tangshaklarini besib tushadigan, adres yig'adigan,
kimlik nomerini saqlaydigan yomon g'arazlik program ekanligini o'ttirib qo'ygan. Bu haqda Federatsiya asos qonunni qo'g'dash ishxonasi buning Germaniyaning egilik huquqi va bexatarligiga daxl taruz qilish ekanligini, davlat halqigan bostirish mayli qandaq shaklda bo'lishidan qat'iy nazar kishilik huquq tajovuz qilganlik hisoblanganligini, bundaq voqealarning iz qo'g'lab tekshirilganligini bildirib, aprelning 5-da Germaniya bexatarlik tarmoqlari Kanada, Angliya, Avstraliya va Amerika axborot organlari bilan birlikda Xitoydan kelgan chet eldagi Uyg'ur va Tibetlarga o'qituvchilarga josuslik qilishga ishlatilayotgan ko'chma telefonlarning yomon g'arazlik yumshoq detallarni ogohlantirganligini bildirgan. Mazkur jurnal Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi bilan aloqalashgan bo'lsa-mu, Xitoy bosh elchixonasi bu jurnalning ziyoratiga javob bermagan. Mazkur jurnalda bildirilishicha, Washington pochtasi, Muhofizat gazeti va boshqa axborot vositalaridagi xizmatdoshlari bilan birlikda Xitoy hukumatining davlat halqigan bostirish delolarini tunji qatim tekshirgan bo'lib, Xitoyning nishonlari Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerikadagi o'qituvchilarni sistemlik bostirganligini, buning tor hujumi, oilalarni nishonli qo'rqitishdan tortib, yolg'on ayblash va tutqun qilish ekanligini ta'kidlagan. Xitoy hukumatining yana barliq Uyg'urlarni terrorchi deb keskin jakarlaganligi, bu orqali bostirish tadbirlarini aqlaganligini, Xitoy hokimiyatining Interpolning xalqarалық izlash sistemasini suiiste'mol qilib, qizil uqtirish, terrorchi deb yozilgan Uyg'urlarni qo'lga olib, ularni Xitoyga qaytarishni maqsad qilayotganligini bildirib, ko'p yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Isa apandimning Interpol tarafidan terrorchi deb qaralanib, avorchiliklarga uchrab kelganligini, ammo Interpolni nazorat qilish tashkiloti siyosiyni asos qilganlikdan buni o'chirib o'tishga majbur bo'lgan deyilgan. Bu maqolda yana qandaqla bo'lmasin, Germaniya hukumati Beijing bilan bo'lgan munosabatini saqlab keldi. Xitoy Germaniyaning eng muhim savdo sheriklarining biri. Germaniya hukumatining Xitoy bilan savdo va hatto harbiy qatlamda hamkorligi borligini ta'kidlab, Germaniya doiralarining bu ishga aralashmasligining odamni hayron qoldirganligini, chunki Xitoyning tahdidlarining hozir Germaniya siyosiyonlari ichida yuz berayotganligi deyilgan. 27 aprel Avstraliyaning Sidney shahridagi Uyg'ur jamoatining ishtirokida Avstraliya Uyg'ur jamiyatining saylami o'tkazilgan bo'lib, saylamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ishki ishlar komitetining sobiq mudiri va qurultayning Avstraliya vakili Baxtiyor Berapandi jamiyatning raisligiga, qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet Chalabchi apandi mazkur jamiyatning bosh kotibligiga saylangan. Ushbu saylam haqida ma'lumot berib, stansimizning ziyoratini qabul qilgan qurultay taftishi Gulmira Zonin xonim saylamning muvaffaqiyatli va demokratik shaklda elib borganligini bildirib, munolarni dedi. Bu saylam shundoq bir muvaffaqiyatli, demokratik usulda elib berilgan bo'ldi. Saylam faoliyatimiz boshlanishdan burun jamoat arbobimiz Yusuf Hojim xatmi Qur'on tilovat qilish bilan birga Sidneyda yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik jamoatimizni birlik ittifoqlikka chaqirdi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mehmet Obul apandim bu 3 yillik o'tgan 3 yillik xizmat dokladini sundi. Shundaqla o'tgan 3 yil jarayonida qo'lga keltirgan xizmat natijalarimizni muayyanlashtirdi ve şunun bilan yetersizliklerini xulosaladi. Undan keyin Avstraliya Uyg'ur jamiyatining kotibi Mehmet Chalabchi apandim Avstraliya Tashqi ishlar ministrligi va bir qism millat vakillari va shundaqla senatorlar bilan ilib borgan siyosiy faoliyatlar, Tibet tashkilotlari bilan hamkorlashib ilib borgan faoliyatlar va shundaqla Sidney shaharlik parlament millat vakillariga Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini tonishtirish haqida ilib borgan faoliyatlar to'g'risida dokladlarni sundi. Koni rahbarlik heyetidagi rahbarlar istiqbo berdi va shundan keyin 3 kishilik saylam komiteti qurilgan. Shu saylam komitetining yetakchiligida saylamga oid muvaffaqiyatli ilib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovdin apandi Baxtiyor Bo'ra va Mehmet Chalabchi apandilarni tabriklab, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uzun yillardan beri Uyg'ur davosini Avstraliyada hukumat organlarida va har soha zotlarga anglitib kelayotganligini, Baxtiyor Bo'ra va Mehmet Chalabchi apandilarning buningdan keyingi xizmatlariga utuq tilash bilan birga Baxtiyor apandim rahbarligidagi Avstraliya Uyg'ur jamiyatining davodagi kurashlariga muvaffaqiyat tilaydiganligini va sobiq raisi Mehmet Obul apandimning qilgan xizmatlariga ve ko'rsatgan fidokorliklarga minnatdorligini bildirdi. 4 ayning 26 kuni shanba Uyg'ur akademiyasi
Uyghur Hareketi Teşkilatı ve Amerika Uyghur Akademiyasının sahipxanlığında Virginia ştatının Fairfax şəhərindəki Uyghur mərkəzində mərhum G'ulamiddin Paxt əpəndining hayati iş izlərini xatırlash faoliyati o'tkazilgan. Faoliyatga 100dan ortiq kishi qatnashgan. Amerika Uyghur jamiyatining raisi Alfidar Iltabir xonimning riyosatchiligida elib berilgan faoliyatda oldi bilan Uyghur Akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbas hörmətlik G'ulamiddin Paxt əpəndining hayotini qisqacha tanıştırıb o'tgan. Uningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur Hareketi Teşkilatıning boshlig'i Roshan Abbas xonim, Amerika Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Turdi G'oja, G'ulamiddin Paxt əpəndimning o'g'li Kürshad, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim, Uyg'ur akademiyasining taftishi va G'ulamiddin akaning uzun muddatlik do'sti doktor Mehmet Iman əpəndilar so'z qilishib, G'ulamiddin akaning ta'sirli ish izlarini eslab o'tishdi. Uningdan keyin marhum haqida 6 qismli hujjatli film ishlagan Erkin Osiyo radiosining muxbiri Asad Sulayman әпәнди G'ulamiddin әпәндинең hayotini o'z ishlagan video bilan qo'shib qisqacha tanishtirib o'tgan. Faoliyat Anqar hojim ve Abdurazak hacimlarının merhumның ro'yiga atab qilgan dua tilovatlari bilan oxirlashdi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.